Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Bugungi xizmatimiz Quvasoyda, Visol to'yxonasida. Samboy. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun kuz mavsumini eng so'nggi xizmatida Dilmurod akam bilan birgalikdamiz. Ertadan dekabr oyida, ya'ni qish oyini xizmatlarini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz Akami cho'ta kayfiyati yo'q-da. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Navbat berishmayaptimi to'yda? Akam navbat berishmayapti. Mana yig'lab kelibdi. Bugun biz chotki qilib navbat beramiz, aka. Bitta to'y bolani aytmaysizmi? Yangi ashla aytasizda, ha? Yor-yorda aytadi akam. Ikki pul kelgani. Navbat berishmasa 2 pul bo'ldi. Rus bilanmi? 1 tiyinga ham qimmat qopiroldi. Kelin to'ydan olmasam to'y bolani aytaman deb keladi maqi. Akam xafada cho'ta, ha? bugun G'affor akam Karamga o'xshab kelgan. Kiyimlarga e'tibor bermasdan qavat kiyim. Aka, kostyum shimlarni ko'rsating bitta. Muxlislar ko'rsin. Bitta hozir yechadi narsalarni. Ha? Aytayotganda. Cho'tkisini aytadi. Aka mikrofon menda, o'zim beraman mikrofon. Bitta navbat bering shu akamga. Hozir beraman, aytasizmi? Bitta aytsin. Bugun to'yi ko'p akam, to'y ko'p bugun akam. Bitta yoradi hozir.